Millionlab insonlar taqdiriga tutash 25 yillik tarix. Mamlakat neft-gaz mustaqilligining ilk qaldirg'ochi. O'z davrining mega loyihasi. Sahro bag'rida yaralgan mo'jiza. Buxoro neftni qayta ishlash zavodi. Shonli tarix, barqaror bugun, nurli kelajak. Ko'hna Buxoroning azim minoralari orasida osmonga bo'y cho'zgan yana bir minora borki, u quyoshga quvvat berib turadi. Bu olov chorak asrdirki, bir lahza bo'lsin so'ngani yo'q. Bu manzilda 25 yillik tarixdan zabonsiz so'z ochuvchi guvohlar bisyor. Mana shu yonib turgan olov 25 yildan beri o'chgani yo'q. Bir yigitni yoshi chorak asr. Xalqaro standartlarni joriy etish bo'yicha Buxoro neftni qayta ishlash zavodi lider hisoblanadi. Bizning zavodimiz haqida butun dunyo taniyapti. Chorak asr. Bunda o'tgan vaqt insonlarni, insonlar esa hayotni o'zgartirdi. Manzaralar, kishilarning atrofdagi voqeliklarga munosabati yangicha tus oldi. Lekin bu jamoadagi muhit, undagi ishchilar ko'nglida sobit maqsad o'zgargani yo'q. Zavodga takror birinchilik maqomini bergan ham shu omil. Mustaqil mamlakat tarixidagi birinchi neftni qayta ishlash zavodi. Bugun respublika bo'ylab harakatlanayotgan mashinalar uchun sarflanayotgan har 10 litr benzinning 7 litri mana shu zavod hisobiga to'g'ri keladi. Bugun ana shunday aytsa arzigulik natijalar, yuqori texnologik salohiyat bilan zavod har qanday chaqiriqqa tayyor. Neftni qayta ishlash zavodi endigina mustaqil yo'lda odimlayotgan mamlakat rivoji uchun suv va havodek zarur edi. Shu bois harchand murakkab va og'ir bo'lmasin, katta ishga bel bog'landi. 1993-yilda hukumat qaroriga asosan Buxoro viloyatining Qorovulbozor tumanida Buxoro neftni qayta ishlash zavodining qurilish ishlari boshlandi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng yosh mamlakatimiz oldida juda bir muhim vazifa turardi. Bu mamlakatimizni neft mustaqilligiga erishishidir. Mamlakatimizda mavjud bo'lgan yagona Farg'ona neftni qaytash zavodiga xomashyo asosan temir yo'llar orqali yetkazib berilardi. Temir yo'llar qo'shni davlat hududlarida o'tganligi uchun bu o'z navbatida juda katta muammolar olib kelgandi. Shunda mana shu zonada neftni qayta ishlash zavodi qurish masalasi qo'yildi. Bu o'sha davrdagi eng katta loyihalardan biri edi. Bungacha territoriyamizda bunday ulkan zavod qurilmagan edi. Zavod qurilgan joylar, bu yerlar cho'l zonasi edi. Saksovullar o'sib yotardi, bu yerlarda odam kelmasdi bu yerlarga. Faqatgina qo'y-qo'zilar oziqlanib yurardi. Zavod boshlangan payti chang, qum, unga bardosh berish kerak edi, chidash kerak edi. 1997-yil 4-yanvar kuni shu yerga yetib kelganmiz. Ungacha Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ishlaganman. O'sha yerdan 5 yilga kontrakt asosida kelganmiz. Bu yerdagi sharoitni ko'rsangiz, endi 5 yilga ham yetib bormasam kerak, shu 1 yilga qolmasdan ketib qolaman deb o'yladim. Zavod hali ishga tushmagan, qurilish ketyapti, hamma yoqda chang, to'zon, ertalab sahar kelib kechgacha ish bo'lardi. Dam olish, boshqa degan narsa yo'q edi u paytda. Nimagaki zavodni o'z vaqtida ishga tushirish maqsad bo'lgan. Xo'sh, nega aynan Qorovulbozor? Bu gigant loyihaning ushbu lokatsiyada bunyod etilishida qanday mantiq bor edi? Bu yerni tanlashdan asosiy maqsad zavod uchun infrastruktura mavjud edi. Jumladan temir yo'l likkalari bor edi. Yaqinda juda katta zaxiraga ega bo'lgan suv ombori bor. Shu bilan birgalikda neft zaxirasi
konlari asosan shu zonaga yaqin edi. Shu uchun 200 gektardan iborat bo'lgan mana shu yer tanlab olindi. Bugun xalqimizga benazir nafi tegayotgan qum barxanlari orasidagi ulkan majmuaga boqar ekansiz, tarix insonlarni emas, insonlar tarix yaratishiga iqror bo'lasiz. Buni qurilish jarayonida, loyihalashtirish jarayonida mutaxassislarimiz butun dunyo bo'yicha chet el zavodlariga malaka oshirib keldi. U yerda bo'lgan yutuqlarni o'rganib keldilar. Shu jumladan biz ham 22 kun davomida Amerikadagi mavjud zavodlarni ko'rib keldik hamda mana shu jarayonda o'z hissamizni qo'shdik. O'sha paytda ulkan inshootga mamlakatimizning barcha viloyatlaridan ishchilar keldi va misli ko'rilmagan qisqa muddatda mana shu bizning zavodimiz qurib bitkarildi. Neft gaz sanoatida brend sanalgan dunyoga mashhur Technip kompaniyasi loyihasi asosida qurilgan zavodni texnologik shakllantirishga Fransiyaning Neft instituti, Amerikaning Merikem va Gollandiyaning Comprima kompaniyalari litsenziyalaridan foydalanildi. Qolaversa, ushbu qurilishda Turkiyaning Gama kompaniyasi ham ishtirok etdi. 1997-yil 22-avgust O'zbekiston neft kimyo sanoatidagi mega loyihaga start berilgan kun sifatida tarixga muhrlandi. Mana shu zavodning qurilishi O'zbekistonga chet eldan investorlar deymiz, katta kompaniyalar kirib kelishining birinchi qadami bo'ldi. Buxoro neftni qaytarish zavodini tarixi shonli tarix desak bo'ladi. Bu bosib o'tgan yo'li juda yorqin yo'l. Bugungi kunda ham mamlakatimizni Buxoro neftni qaytarish zavodisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Mamlakatimizning shu darajada yutuqlarga erishida Buxoro neftni qaytarish zavodining o'rni juda beqiyos. Yillar o'tgani sayin tajriba ham ortib boraverdi. Endi Buxoro neftini qayta ishlash zavodi oddiy ishlab chiqaruvchi emas, daqiqasiga 5 tonna neft mahsulotlarini qayta ishlash quvvatiga ega barqaror zavodga aylandi. Ishlab chiqarilayotgan mahsulot turlari safi esa yil sayin kengayib bordi. Shu 25 yil davomida 41 million tonna neft mahsulotlarini qayta ishlab, uzluksiz respublikada hamma sohalarga mana shu neft mahsulotlari bilan o'zining hissasini qo'shib kelayotgan katta majmua bo'lib hisoblanadi. Birinchi boshlanishida 72 benzinlar ishlab chiqarilgan, undan keyin 76 benzinga o'tilgan. 2005-yildan boshlab 72-76 benzinlardan voz kechib 80 benzin ishlab chiqarishni boshlangan. Yuqori oktanli benzinlar ishlab chiqarishni boshlangan undan keyin. Har bitta ishlab chiqarilgan mahsulotni respublikada ko'p yo'nalishlar bo'yicha importni kamaytirishga erishilgan. Mahsulot ishlab chiqarish xronologiyasiga e'tibor qarating. 2003-2004 yillarda yuqori oktanli etillanmagan AI-80, AI-91, AI-95 markali avtomobil benzinlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. 2006-2008 yillarda ekologik xavfsiz ekodizel yoqilg'isining yozgi hamda qishki rusumlarini ishlab chiqarish o'zlashtirildi. Zavod ishga tushirilgan paytda bor yo'g'i 6-7 xil mahsulotlar ishlab chiqarilgan. Mana bugungi kunda bu mahsulotlarimizning turlari, markalari 20 xilga yetdi. 2020-yildan boshlab quvvat rusumli AI-95 benzinni ishlab chiqardik. O'zimiz nomladik quvvat deb. Germaniyaga o'sha Mercedes motorlarida sinovlarni o'tkazib, uni natijasi birinchidan brend yoqilg'i hisoblanadi. Atrof muhitga zaharli gazlarni tarqalishi kam va undan tashqari eng asosiysi 3-5% gacha yoqilg'i tejaladi. Asosiy missiya muvaffaqiyatli amalga oshdi. Buxoro neftini qayta ishlash zavodi jamoasi yoqilg'i ishlab chiqarishda hech kimdan kam emasligini amalda isbotladi. Yangiliklar qilishga, xalq farovonligiga, davlat taraqqiyotiga hissa qo'shishni shior qilgan jamoaning oldida yana bir muhim vazifa bor edi. Bu ham bo'lsa samonni zabt etish. Havo kemalari ham o'zbek brendi asosida yaratilgan yoqilg'idan foydalansin. Hamma sa'y-harakatlar shu maqsadga safarbar etildi. Buxoro neftini qayta ishlash zavodi 2009-yilning avgust oyida oldiga qo'ygan yana bir marrani zabt etdi. Bu sana ham zavod tarixining oltin sahifasidan joy oldi. Shu kundan e'tiboran Boeing va Aerobus turidagi havo laynerlari uchun mos hisoblangan Jet A1 rusumli aviatsiya yoqilg'isini tizimli ravishda ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda
Osiyo mamlakatlarida yagona zavod bo'lib hisoblanadi mana shu JETABA. Hamma zavodlarda ham bu mahsulotni ishlab chiqarib bo'lmaydi. Samolyotlarimiz shu bizni Buxoro neftni qayta ishlash zavodida ishlab chiqarilgan JETABA rusumli aviayo'qolg'isida uchyapti. O'zimiz ham uchsak faxrlanib uchamiz. Buxoro neftni qayta ishlash zavodi jamoasi zamon bilan birga qadam tashlashni o'z qadriyatiga aylantirgan. Sifat ko'rsatkichida yuksalishni va birinchi degan maqomni saqlab qolishni bosh maqsad etib belgilagan zavod ahli shu yo'lda bor kuch salohiyatini ishga soladi. 3500 dan ortiq malakali mutaxassislar bir yoqadan bosh chiqarib, birinchilardan bo'lib xalqaro me'yorlar talabi darajasiga muvofiq sifatni boshqarish tizimini joriy qilishga kirishdi. Qisqa vaqt ichida zavodda sifatni boshqarish tizimi ISO 9001, kasbiy xavfsizlik va salomatlik boshqarish tizimi ISO 45001, aerokosmik standarti ASEN 9100D, ekologik boshqaruv tizimi ISO 14001, energoresurslarni katta miqdorda tejash imkoniyatini beradigan ISO 50001 xalqaro standartlari joriy qilindi. Buxoro neftni qayta ishlash zavodi sanab o'tilgan 4 ta xalqaro standart bo'yicha sertifikatga ega bo'lgan Markaziy Osiyodagi yagona korxona sifatida e'tirof etilgan. Bugungi kunda aytish mumkinki, zavodimiz ekologik nuqtai nazardan energoresurslarni tejash, umuman olganda energiya tejamkor texnologiyani joriy etish bo'yicha ham, ishlab chiqariladigan mahsulotning sifati bo'yicha ham, qolaversa kasbiy xavfsizlik va salomatlik nuqtai nazaridan ham dunyo talablariga bugungi kunda bemalol aytishimiz mumkin javob beradi. Korxonamizda aynan mana shu 5 ta yo'nalish bo'yicha tizim joriy etilib, yakunida xalqaro ekspertlar tomonidan tekshirishlar bo'lib o'tadi. Ular tomonidan ijobiy xulosa berilgandan keyin tashkilotimizga mana shu xalqaro standartlar bo'yicha sertifikatlar berilgan. Bu ham bo'lsa, meni nazarimda birinchi navbatda kollektivimizni yutug'i, tinimsiz mehnat, qolaversa rahbariyat tomonidan berilgan e'tibor, aynan ekologiyaga, aynan kasbiy xavfsizlik va salomatlik yo'nalishida yaratib beriladigan sharoitlar, qilib berilayotgan imkoniyatlarni bir mevasi deb bilaman. Birinchi navbatda bu zavodimizda obro'yi. Bugungi kunda umuman olganda O'zbekneftgaz tashkilotlari ichida, O'zbekistonning ichida mana shu xalqaro standartlarni joriy etish bo'yicha Buxoro neftni qayta ishlash zavodi lider hisoblanadi. Mana shu 2022-yil bir yutuqlarga boy yil bo'ldi. Aynan kasbiy xavfsizlik va salomatlik yo'nalishida platinali sertifikat berildi. Bu ham mana shu 25 yilligimizga bir katta bir yutuq bo'ldi. O'zbekistonda boshlangan yangi davr nasmlari qorovul bozor kengliklariga ham yangicha ruh olib keldi. Soha taraqqiyoti uchun investitsiyalar jalb qilish, mavjud korxonalarni modernizatsiyalash jarayonlari jadallashdi va bu ko'p o'tmay ishlab chiqarishda ham o'z samarasini ko'rsatdi. So'nggi 6 yildagi ko'rsatkichlarni tahlil qilib ko'ramiz. Zavodda neft mahsulotlarini ishlab chiqarish quvvati 66% dan 75% ga o'sdi. E'tibor bering, tarmoqdagi yangicha yondashuvlar evaziga ishlab chiqarish quvvati qariyb 10% ga oshdi. O'sib borish tendensiyalari ham e'tirofga arzirli. 2016-yilda zavodda 1,6 million tonna neft mahsulotlari tayyorlangan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2021-yilda 12% ga ko'payib, 1,8 million tonnani tashkil etdi. Eng muhimi, joriy yilda Buxoro neftni qayta ishlash zavodining daromadi 4,7 trillion so'mni tashkil etishi kutilmoqda. Bu 2016-yilga qaraganda 4 barobar ko'p degani. 2016-yilda 1,2 trillion bo'lgan. Sof foyda hajmi ham 4 barobarga o'sib, 544 milliard so'mga teng bo'ladi. 2016-yilda 121 milliard so'm bo'lgan. 70% o'sish so'nggi 5 yilda bo'ldi. Chunki bizni oldimizga maqsad qo'yilgan. Soatdan soatga, kundan kunga, yildan yilga mahsulotlarimiz turlarini ko'paytirish, ularning sifatini jahon standart talablariga yetkazish bo'yicha doimiy ravishda izlanishlar olib boramiz. Bugungi kunda zavodimizda 3,5 mingdan ortiq ishchi faoliyat yuritadi. Men o'ylaymanki, bugun mana shunaqa eng zamonaviy, O'zbekistonimizda iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan mana shunaqa yirik zamonaviy korxonada ishlayotganimiz bizga g'urur bag'ishlaydi. Yangi zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha har kuni mana shuning ustida ishlar olib boramiz. Modernizatsiya ishlarining birinchi bosqichi katta imkoniyatlar eshigini ochib berdi. Buxoro neftni qayta ishlash zavodi mintaqamizda birinchilardan bo'lib, Euro 4 va Euro 5 ekologik toifadagi dizel yoqilg'isini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi.
Bu esa korxonaga O'zbekistonda birinchilardan bo'lib yangi yoqilg'i standartiga o'tish imkonini berdi. Bugun hozir davlat rahbari tomonidan keng imkoniyatlar yaratib berildi. Biz hozirgi kunda mutaxassislar bilan birgalikda o'zimizni ichki imkoniyatlardan kelib chiqib, xususan 20-yildan boshlab davlat rahbari topshiriqlari bilan zavodni modernizatsiyasini birinchi bosqichi qilinishi kerak edi bizga. Mana shu 2020-yilda Axens kompaniyasidan yangi katalizator ishlab chiqildi. Ular bilan birgalikda olib kelib, katalizatorni almashtirib, pandemiya paytida ilk bora zavodda Euro 4, Euro 5 dizel yoqilg'isini ishlab chiqarishga erishganmiz. Bu mahsulotni tarixi qiziqarli. Shartnoma bo'yicha o'sha katalizatorlar sistemasini yetkazib beruvchi kompaniyalar bizga kelib o'zi sistemasini o'zi o'rnatib berib, birinchi mahsulotni chiqarib garantiya berib ketish kerak edi. Pandemiya sababli chegaralar yopilgan. Mas'uliyat bor, respublika dizel yoqilg'isi yetkazib berish kerak. Nima qilishni bilmaymiz. Shunda ular bilan onlayn aloqada bo'lib so'raganmizda, qanday qilamiz bu ishlarni? Biz bormasak qila olmaysizlar, eplay olmaysizlar buni degan. Nimaga biz qila olmaymiz? Biz hech kimdan kam emasmiz. Bizga hamma sharoitlar yaratilgan bugun O'zbekistonda. Izlanganmiz, adabiyotlarga qaraganmiz, boshqa zavodlar bilan aloqalarga chiqqanmiz. O'zimiz qilamiz bu ishni deb kelishganmiz, rahbariyatimiz bilan birgalikda bir tanajon bo'lib jipslashib. Qurilmaga o'sha katalizatorni o'zimiz yuklaganmiz. Kech payt soat 3 edi, men o'zim onlayn aloqada turganman fransuzlar bilan. Mahsulot chiqqan laboratoriyadan ko'ryapmiz. Biz Euro 5 emas, ko'rsatkich Euro 6 darajasigacha ko'targanmiz. Ular bizga va'da qilgan sifatdan 2 barobar yaxshiroq sifatli dizel yoqilg'isi ishlab chiqarganmiz. O'zimizda shu milliy injener kadrlarni birgalikda ishlab chiqarib, xursand bo'lib telefon qilganmiz. Fransuzlarga biz Euro 5 emas, Euro 6 ishlab chiqardik. Desa, ishonmaydi ular, rasmlarga tushirib tashlaganmiz. Euro 4, Euro 5 dizel yoqilg'isining o'zimizda ishlab chiqarilishi mamlakatimizning eng salohiyatli zavodlari, Navoiy hamda Olmaliq kon metallurgiya kombinatlarining faoliyatiga sezilarli impuls berdi. Ya'ni ushbu gigant zavodlarning haybatli yuk tashish transportlari aynan shu dizel yoqilg'isi bilan harakatlana boshladi. Oxirgi 5 yilda olib qaradigan bo'lsak, juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Mana shu o'zimiz zavodga taalluqli. 98 benzin ishlab chiqarildi O'zbekiston tarixida bo'lmagan. Ular hammasi harakat, intilish shunga bog'liq. Pandemiya davrini olib qaraganimizda ham ko'p korxonalar to'xtagan bo'lsa ham bizniki to'xtagan yo'q. Bizniki nimagaki respublikaning arteriyasida. Zavod erishayotgan yutuqlar zamirida shubhasiz uning oltin fondi, o'z ishining aslari sanalgan kadrlarning beqiyos xizmatlari bor. 25 yil avval mamlakatning turfa hududlaridan kelgan mutaxassislardan tarkib topgan kichik maktab yillar o'tgani sayin Dorul Fununga, katta ilmiy dargohga aylandi. Bugun jamoaning qudrati ham kasbini jonidan ardoqlaydigan fidoyilarning borligida. 95-yil 25-mart kuni ishga kelganman birinchilardan bo'lib. Yigitlik davri mana shu yerda o'tdi. Hayotim, umrimni mazmuni mana shu zavod bo'ldi. Mana shu zavod misli ko'rilmagan darajada bizni hayotimizni yaxshi tomonga o'zgartirdi. Hayotimizdan minnatdormiz. 18 yoshga ishni faoliyatini boshlagan bo'lsam, neft-gaz sohasida umrimning yarmi zavodga o'tadi. Meni oilam bu. Biz xonadonimiz neftchilar oilasi hisoblanadi. Aka, uka, opa, singil hammamiz neft-gaz sohasini insonlarimiz. Farzandlarim faoliyat ko'rsatadi. Kelajakda yana avlodlarimga xizmat qilishi uchun jonim bilan xizmat qilib beradi. Zavodda xodimlarning malakasini muttasil oshirib borishga ustuvor masala deb qaraladi. Shu bois yirik xalqaro kompaniyalar bilan muntazam tajriba almashish yo'lga qo'yilgan. Yosh mutaxassislarni tayyorlash maqsadida ta'lim muassasalari bilan mustahkam aloqalar o'rnatilgan. Zavodimizda yoshlarga bo'lgan juda ham katta e'tibor mavjud. Har bir kadrning salohiyatidan to'laqonli foydalanish maqsadida har yil ratsionalizatorlik va ixtirochilik tanlovlari o'tkazilib boriladi. Mana shu tanlovlarda o'zimning takliflarim bilan ham qatnashaman. 2021-yilda ishlab chiqarishimizda chiqindi sifatida hosil bo'ladigan adsorbentdan alyuminiy sulfat kimyoviy reagentini olish bo'yicha bir taklif bilan chiqqandim. Mana shu taklifim yuqori baho berib, ikkinchi o'rinni menga taqdim qilishdi. Bu biz uchun sharaf. Yaqin kelajakda buni ishlab chiqarish qurilmasini qurib, o'rnatib, sanoat miqyosida alyuminiy sulfat ishlab chiqarish niyatlarimiz bor. Chetdan olib kelinayotgan kimyoviy reagentlarimiz bor, katalizatorlarimiz bor, adsorbentlarimiz bor. Fransiyadan sotib olardik adsorbentlarimizni. Biz chora-tadbir qildik, oldimizga maqsad qo'ydik, institutlar bilan birga ishladik. Ilmiy tomonni ulardan, amaliy tomonni bizdan qilib
birgalashib bugungi kunda o'zimizda ishlab chiqaryapmiz shu. Import o'rnini bosuvchi mahsulotlar, valyuta mablag'lari tejaladi, million dollarlarni tejaymiz. Ulkan inshootlarni qurishda Buxoro nefti qayta ishlash zavodida oshirilgan malakalar, mana shu yerda oshirilgan tajribalar asqotdi. Jumladan dunyoda eng yetakchi bo'lgan sintetik neft mahsulotlari oladigan GTL gazni qayta ishlash majmuasi uchun bizning zavodimizda 100 dan ortiq yosh kadrlar 1 yil davomida mana shu yerda malaka oshirib, tayyor kadr bo'lib GTL zavodiga majmuasiga yuborildi. Mana shu O'zbekiston GTL zavodi ham davlat rahbari tomonidan qabul qilingan katta qarorlardan bittasi. Bunaqa qarorni har bitta davlat rahbari ham qabul qilish juda qiyin masala. 5-zavod deb atalayapti dunyo bo'yicha. O'zbekiston GTL zavodi bilan Buxoro nefti qayta ishlash zavodi kerosin yo'nalishi bo'yicha, aviatopera bo'yicha klaster. Buxoro nefti qayta ishlash zavodi tayyor turibdi. Xudo xolasa bu ishlarni ham boshlab yuboramiz. Zavod o'zi bilan Qorovul bozor sahrolariga yangi hayot nafasini olib keldi. Qush uchsa qanoti, odam yursa oyog'i kuyadigan cho'l bag'rida jannatmonand shaharcha bunyod bo'ldi. 25 yil muqaddam bir giyoh uchratish mahol bo'lgan qum sahroda bugun ko'zingiz yashillikdan zavq olayotgani ham aslida ana shu insonlarning hayotga muhabbatidan. E'tiborsiz mana hamma yoq ko'm-ko'k daraxtzor. Endi 97-yilda o'sha paytda men ko'rganman, boshimdan o'tkazganman. Birorta daraxt degan narsa yo'q edi. Birorta bargi bor narsani o'zi yo'q edi. Chang ko'z ochib bo'lmas edi bu yerda. Birorta daraxt yo'q edi. Ovqatlanib o'tirsangiz, ovqatingiz ustiga chang o'tirib qolardi. Shu darajada bo'lgan. Hozir mana kelgan odam ko'radi, aytadi, zo'r ekan, chiroyli ekan, haqiqatda yaxshi joy. Bilmaydiki, boshlanganda qanaqa joy edi bu yer. Bu holga keltirishning har bitta narsaning tagida insonning mehnati yotibdi-da. Men har bir daraxtni taniyman. Har bir daraxtni sonini aniq bilaman. Har bitta daraxtni beradigan mevasini kilosigacha bilaman. 97-yilda to 2000-yilgacha mana shu zavod hududida emas, Qorovul bozor hududiga kirsangiz ko'zingiz ochilmasdi changdan. Mana hozir ko'rib turibsizlar, shamol bilan boshqa bir chang yo'q. Sabab zavod atrofida 18 000 gektar maydoniga saksovul ko'chati o'tkazildi. Zavodimizning ichiga 40 000 ga yaqin ko'chatimiz bor. Bu shamol bo'lishini, changni hammasini ushlab qoladi. Mana zavodimizni tashqi hududida sug'orilib ekiladigan bog'imiz bor. 135 gektar maydon, 96 000 ga yaqin mevali va manzarali ko'chatlar ekilgan. Zavod atrofi to'liq ko'kalamzor ishlari bajarilgan. Yashil makon bo'yicha 10 gektar joyga yangi O'zbekiston bog'i barpo qildik. Mana shu yerda olma ko'chatlarini ekdik. 97-yilda ikkita qayrag'och ekilgan. Birinchi ilk daraxtlarimiz shular. Ana hozirgi kunga qadar bo'y tashab bir boshqacha ko'rinish manzara qilib turibdi. Neftchilar qo'rg'oni. Bu manzilga hech ikkilanmasdan baxt qo'rg'oni deya ta'rif berish mumkin. Bu yerda zavod ishchilari uchun barcha qulayliklarga ega bo'lgan 700 dan ortiq kottejlar qurilgan. Madaniy maishiy inshootlar, maktab va bog'chalar, ijtimoiy soha obyektlari shaharcha ahli ixtiyorida. 97-yil yanvarda kelgan bo'lsak, shu zavodni o'zining poselkasida shu uylar qurilardi, hali bu kottejlar bitmagan, 2 xonali, 3 xonali uylar qurilgan domlar bor edi. Shu yerda kelgan bir 10-15 ta bolalar kvartira deymiz, shularda yashaganmiz. Yozga kelib, iyun-iyul oylarida o'sha uy oldim. Keyin oilamni ko'chirib keldim. Farzandlarim shu yerda katta bo'ldi. Turmushga chiqdi qizim, o'g'lim uylandi shu yerda. Qardoshlik, qudachilik shu yerda bo'lib ketdi-da endi. Eslayman, o'zimiz shaharchada birinchi tug'ilgan chaqaloq, birinchi bo'lgan to'y mana shu poselkada. Endi bu ham qandaydir tarix ekan, odamni esida qolar ekanda shu narsalar. Katta marralarni ko'zlagan jamoaning istiqboldan ham umidlari katta. Bu maqsadlarga erishish uchun esa barcha asos bor. Kuchli kadrlar, qat'iy intizom, kasbga fidoyilik va eng muhimi, jamoani qo'llab, unga yuksak dalda berib turgan davlat rahbarining ishonchini har bir xodim yaxshi his qiladi. Raqamlarga yana bir marta qaraydigan bo'lsak agar 41 million tonna biz 25 yil davomida agar yoqilg'i energetika kompleksiga biz yetkazib bergan bo'lsak agar, bu bizni yurtimizni rivojlanishini belgilaydigan bir ko'rsatkich deb bilishimiz mumkin. Kelajakdagi maqsadimiz o'zimizning ichki imkoniyatlardan ko'proq foydalanib, zavodni ham iqtisodiy samarador qilib ishlatish, kelajak avlodga bu zavodni bus butunligi bilan topshirish, malakali
kadrlarni tayyorlash hamda ichki bozorda mana shu talabi bo'yicha xalqimizni, yurtimizni yaxshi, sifatli brend asosida neft mahsulotlari bilan ta'minlash. Bu jamoaga ko'p narsani hozir ishonsa bo'ladi. Tajribasi shunchalik yuqoriki, bunaqa zavodlarni nechtasini qurish kerak bo'lsa agar bu jamoaga ishonsa bo'ladi. 25 yil, chorak asr. Xulosaga erta, ammo yangi taraqqiyot yo'lidagi reja va sarhisob uchun arzirli muddat. Orttirganimiz esa bebaho tajriba. O'zimizniki bo'lgan nom, yashillikka burkangan sahro. Bu hali hammasi emas. 3500 ga yaqin yurtdoshimiz ham shu yerda qo'nim topib, ro'zg'origa daromad, baraka keltirayotgani. Millionlab insonlarning hayoti shu jamoaning mehnatlari sabab yaxshilikka yuz burayotgani. Zavod uzra mayoq bo'lib porlab turgan olov, balki shundan mudom mag'rur jilolalar. Maqsadlarga sobit, ahil jamoaga tilagimiz esa bu olov hech qachon so'nmasin.